iqtisodni otalaridan biri hisoblanadigan Adam Smithning bir nazariyasi bor. Adam Smith pullaringizni har doim urg'och holatda saqlang. Erkak pulni urg'och pulga esa g'oyasi borlar aylantira oladi deydi. Masalan, g'oyaga aylantira olish uchun ham nimadir bilishimiz kerak va bugungi kunda ko'p ehtimol bizni pullarimiz oylik ko'rinishida va erkak ko'rinishida qolib ketayotgani uchun jamiyatimizda boylar nisbatan kamdir deb o'ylayman. Zo'r misol aytdi. Haqiqatan ham 100 so'm topsangiz 100 so'm ishlatasiz. Mana bugun 5 million topayotgan bo'lsangiz 5 million ishlatasiz. Ertaga 10 million topsangiz yetadimi sizga? Xarajatim o'sha vaqtda o'shanga yarasha bo'ladi. 10 bo'ladi. 2000 dollar topsangiz, orttirasizmi 1000 dollarni? Shoning 2000 lik rasxodingiz ko'payadi. Oyiga 5000 ga chiqsa 5000 lik rasxodga chiqarasiz. Esingizdan maktab paytida 100 million pul topsang nima qilasan desa, hammamiz nima yozardik? Bolalar uyiga beraman, qariyalar uyiga beraman. Hozir 100 million bering o'sha odamlarga. Qaysi biri qariyalar uyiga olib boryapti? Qaysi biri bolalar uyiga olib boryapti o'sha insonlar? Tushunyapsizmi? Hozir kamera qo'ying, hammasi shunaqa deydi, lekin 100 million bering, yanti kam kostum borda, bolamni masalasi borda, uyimni qilishim kerak, bolamni o'qishini to'g'rilashim kerak, boshqa deydi. Ya'ni rasxod hech qachon kamaymaydi insoniyatda. Yoshingiz katta bo'lgan sari hayotingiz davomida to tug'ilganingizdan oxirigacha xarajatingiz ko'p bo'ladi. Lekin o'sha zefirga o'xshab, mayli hozir mingga kecha qanoat qilib yurgan odamga hozir 2000 bering, men yo'q deyu shu ming, kep pul keladigan ish qiling deyishi o'zi avvalambor topish, orttirish va ko'paytirish uch burchagi bor-da. 1000 so'mni 2000 topish ilmini o'rgandingiz. Endi 1000 so'mga kecha hayotingiz o'tib turdi. Bu men kutilmagan 1000 keldi sizga. Bir to'yana keldi, bir narsa keldi. Olasiz, yana pul keltirmaydigan narsa ishlatasiz. Aslida sizga masalan boring yana mana shu texnikangizmi, kamerangizmi, har bir insonning rizqi nimadan yozilgan? Kimdir choy sotadi, kimdir boshqa narsa. Pul keltiradigan narsasiga, dasmoyasiga tikib yana pulni ko'paytira olsa, unda o'sha 1000 so'mini 2000, 2000 so'mini boring yana 3000 qila oladigan ilmni o'zi alohida o'rganadi, lekin topgandagi daromadni ushlab qolish va yana ko'paytirish ilmi. Bu har bittasi alohida qirrasi ichiga kirib ketaversa bo'ladigan mavzularni aslida talab qiladi. Chuqurlashib ketiladi. Chuqurlashib ketaveradi. Xohlagan mavzuga qarab kirsa bo'ladi. Pulni ko'paytirish ilmi bo'yicha mingta sotuv, marketing ilm hozir bugun mavzular ko'paydi amaliyotda. Faqat haligi chiroyli trenerlar emas, tadbirkorlardan kelibsa, shu narsaga yutuqqa erishgan insonlardan yashab ko'rgan odamlar ko'payapti. Endi pulini boshqarish bo'yicha ham ilmini, voy shoshma, mana bunaqa ketma-ketligi bor. Senga kecha 500 yetuvdi. Bugun 1000 beraman. Orttirasanmi, 100 ni olib qo'yasanmi deb boshida shart qo'yib bersangiz, balkim olib qo'yar. Lekin shart qo'ymasangiz, aytsangiz 1000 ga ham xarajat topib beramiz, 2000 ga ham topib beramiz. Ya'ni urg'ochi deganingiz ko'p pul ko'paytiradigan qismini o'sha ko'paytirish kerak. Nima uchun? Pul uzoq muddatga qarab ko'payadi. Badaniga 1000 so'm plyus 1 million bo'lib qolmaydi. U odatlarga qarab ketaveradi. Ya'ni topgan pulingizni, daromadingizni orttira olib, haqiqatan ham nimaga tiksangiz bo'ladi. Endi bizda O'zbekistonda nisbatan kam hali 100, 200, 300 dollar orttiradigan masalan insonlarga men nimani tavsiya qilasiz desa, bilmayman, lekin ko'pchilik endi bankka omonatlarini deydi. Shaxsan o'zim omonatga pul qo'ymayman. Qadriyat nuqtai nazaridan ham birovga ham tavsiya qilmayman uchun boshqa variant ko'rmayapman hozircha. 100, 200, 300 ba'zida o'zim qizim aytadi, ada deydi, 100, 200 dan yo qanchadandir orttirib, masalan 1000 so'm, 2000 dollar, 3000 dollar orttirganman. Nimaga tiksam bo'ladi desa ham ba'zida bilmay qolaman-da. Biz masalan 27 yil oldin ofis marketda boshlaganimizda 2000 dollar bilan boshlaganmiz. Taklifnoma olib sotib undan boshlaganmiz. Balkim 2000, 3000 pulni oylikdan topgan odam tijorat qilish uchun unga ham tajriba kerak. Shuning uchun aytamanki, demak yoshlarga ayniqsa, o'ylanmagan yoshlarga bir kun kelib qo'lingizga faraz qiling, 100 ming dollar pulingiz bor yoki sizga ham aytaman. 100 ming dollar pul berildi. Masalan, Xudo berdi sizga. Nima biznes qilardingiz deyman. 100 mingingiz bo'lsa hozir, da o'ylab qolasiz. Bilmayman, keyin bir gap bo'ladi deysiz. Ko'pchilik yoshlar ham 100 million kredit olib, keyin birga bo'ladi. Keyin birorta biznes qilaman deydi. Xato o'sha yerda. Strategiya yo'q oldinda. Yo'q, pul bo'lsa keyin ideya keladi deydi. Ana endi ideya kelgungacha, pul kelgungacha, men aytamanki, faraz qiling, ertaga Husan aka sizga 100 ming berdi. Nima biznes qilasan desa, o'sha biznes bilmaysiz, balki studiya qilib pul ishlarsiz. YouTube kanal qilib, bilmayman, prosmotr zo'r qilib, zo'r reklamadotel qilarsiz. Lekin shu bugungacha shunaqa narsani qila oldingizmi, yo'qmi?
Tajribangiz bormi, yo'qmi? Shu narsani eplagan studiyami, shu narsani eplagan loyiha bormi? Umringizni o'sha loyihaning ichida vaqtingizni ketkazing. Sir sanoatini o'rganing. Nechta xodimi bor? Har bittasiga necha puldan oylik to'layapti? Arendasi necha pul? Kommunal to'lovi necha pul? Xarajatlari necha pul? Studiya deydi, montaj deydi, texnika deydi, petlichka deydi. Har bitta joyi o'zining biznesini xarajati bor. Ya'ni, xo'p, shuncha xarajatni qanaqa boshqaryapti? Keldi-ketdi qanaqa yetkazib olyaptimi? 100 ming dollar ko'p deb o'ylaymiz. Aslida ko'p bo'lmay qoladi biznes boshlasangiz. U ham yetmadi-ya deysiz. Ishoning shunaqa bo'ladi. Ya'ni nimaga buni aytayotganligim, demak, ayniqsa bir kun kelib tijoratim bo'laman deydigan yoshlar bo'lsa, institutga ham 4 yil borib o'qiysiz-ku deyman. 4 yil o'qiganingizda institut sizga stipendiya beradimi, yo'qmi? Bugungi kun deyarli bermaydi, chunki kontraktni oshirgandan ko'ra stipendiya hech narsani hal qilmaydi. Hech narsa hal qilmaydi. Lekin nimaga bu gapni aytyapman? 4 yil institutga vaqtingizni ketkazasiz. Undan ko'ra 4 yil mayli institutali diplom uchun o'qiysiz. Diplomga qarab siz birortasini ishga olasizmi hozir? Bugungi kunda yo'q. Men ham olmayman. Ishoning, bizning korxonalarda mingdan oshiq xodimimiz bor. Birortasini diplomiga qarab ishga olganim yo'q, birortasini diplomiga qarab men bu bo'lim boshlig'i bo'lasan, yo seni oyliging 5 million emas, 10 million bo'ladi deganimni eslolmayman. Diplom bilmayman, shu yerda borganing, kelganingni senga tasdiqlovchi bir qog'oz. Bugungi kunda yolg'on guvohnoma. Guvohnoma. Haligi o'zingizni bir samatsenkingizni oshirish uchun diplom bor degan yoki bilmayman, qizini bermasa, sovchilarga borsa falon joyga o'qigan degan ma'lumotli ekan. Yoki davlat ishiga borganingiz, ishga olmaslik uchun bahona qiladi. Diploming yo'q ekan deb, ukam bo'lmasa olardim deyish uchun hech narsa. Lekin tijorat, hech qaysi tijorat, hatto siz ham, men ham diplomiga qarab birovni ishga olmaymiz. Lekin nima hunarni olding 4 yil davomida, ukam? Institut paytida borib bir joyga shogirdcha svet qo'yishni o'rgandingmi? Mobilografiya bilan o'rgandingmi? Montaj qilib YouTube'ga yuklashni o'rgandingmi? O'sha mobilografiya bilan YouTube'ga qo'yishini bilsangiz, 1 million beraman desangiz kuladi. 2 million beraman desangiz kuladi. 5 million, 10 million bersangizgina keladi. Yo sizga boradi, yo boshqa. Va unda erkinligi ham qo'shib so'raydi puldan tashqari. Nima bo'ladi? Ya'ni hunarni o'rganinglar deyman. Yo'qmi? 4 yil ketdimi umringizni? O'sha hunarni bilgan odam yonida etagini ushlab, yonida xizmatini qilib, shogird tushib o'rganing. Yo pul to'lab kurslarga borib o'rganing, yoki shunaqa korxonaga borib bepul bo'lsa ham choy tashib o'shani ilmini o'rganing deyman-da. Uni o'rganing, iloji bo'lsa to'ygacha o'rganing deyman. To'ydan keyin kech bo'ladi, chunki to'ydan keyin xarajat har oy keladi. Har oy u xarajat, bu xarajat, svet deysiz, telefon deysiz, ro'zg'or deysiz, boshqaningiz ko'z ochib bungacha 9 oy o'tib Alloh farzand bersa, xarajatingiz bo'ldi, pampers, kasha, boshqa narsalar qo'shiladi. Rasxod oshadi, daromad oshadigan nima sababini qildingiz degan savollar berish kerak. Mana hozir siz bilan ko'rayotgan ota-onalar bor, yoshlar bor. Zo'r o'xshatish qildi, sizlarga to'g'ri aytdingiz. Bu bilan men diplomga o'qimagin, institutga o'qimagin demoqchi emasman. Men o'qimagin desam, o'zim ham institut o'qiganman. Bolalarimni ham o'qitganman. O'qitaman, lekin bu birlamchi narsa emas. Bu sizni ertaga cho'nchagingizni pulni ko'paytiradigan omil deb aytmayman-da. Shuning uchun 4 yil umringizni sarfladingizmi? 4 yil kimnidir yonida ishga kirib tajribani ham olinglar deydigan gapni gapiramiz.